Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabıda bugün Mutevekkil Alallah'ın hayatı münasebetlik dersler yani ile huzurunlarda. Şu devirdeki en dağınık şair Bahtari Mutevekkil'nin Kur'an mahluk mu mahluk emas mı degan şu fitnini yıldızdan kurtup dövlet siyasetini özgertkenligi haqida bu jihatdagi e'tiqodiy ixtilofni hal qilganlik haqidagi Bahtarining medhiyasi dedi. Ali'ül Bahtari Mutevekkilni maqtagan. Sebep çünkü bu Kur'an mahluk emas mı degan bu fitni fasatni çöt yıldızını kurtup götürüp etken. Ahmed ibn Abi Duatni hajv qilgan. Ahmed ibn Abi Duat şu vaqtdagi vezir ayni vaqtdagi Mu'tazilaning eng dağınık katta büyük adamı şu vaqtda. Ama lekin Kur'an mahluk degan ideyani taqtib nurg'un ulamolarniki aziyat qilinishiga sababchi bo'lgan. Bu Bahtarininki she'ri tövendikçe ey padişahım senin güzel nurluk külleringe rahmet etimiz elbette. Sen dinni bir bütün qilib ekkeldin qaytadin diye. Bu bir bilan urush jidal qildigan ikki firqa ikki guruhga bo'linib ketgan din edi bu asli dedi. Zalimni nada bo'lsa qo'rqatding, yo'qotding dedi. Zulmning o'rni muqammoqildi hozir. Bir yil ichida o zolimlarning katavashlari chirib tugab ketdi dedi. Xuddi avan degan ma'noda o'lim degan ma'nosini bor, o'ltirilgan. Yani birisi hem de ayol kişinin ona oturuyor yaş degan ma'noni bildirdi. Bu yerdagi ma'no hem de tabiiy o'lib yo'qab chirib ketgandek chirib ketdi degan mazmunda kas kerak endi. İbn Abi Duatninki bir tinilam qoldi. Ma'nilarni xitob qilgan. Bunda deganda İbn Abi Duat palaj ulab qolgan, gap qilinmaydigan oxirgi mezgilda. İşaretlen gap qilgan bo'lib qolganda, shuni demoqchi bu yerda. Hatta bunu davalashda Sabur ibn Sahlmi hayronda qilib, onun doğrularını bergen bilen fakat umuşu ko'nglini xo'sh qilish uchun tilaklar bildirib qo'ydi. Sabur ibn Sahl şu Abbasiylarniki davrdagi Paris Hristiyan doktor şu vaqtdagi eng büyük doktor şu mezgillarda. Bunun bir necha kitoblar bor ibodat haqida, boshqa mijaz munosabatli kitoblar haqida. Bunun yaralları bo'lsa kishilarni kuson düşüp, naşt qilishib, yani Kur'an mahluk mu emas degan meselede yani detallashga cho'mib ketdi. Bundoq demoqchi bo'lgani burun oshkora urdi qo'llagan bo'lsa, endi bular o'zining kameraga kirib ketdi deyish orqali hamda Mutevekkilning mushu fitnani ko'targan, yo'qotganligini bundan ifodalagan. Mutevekkil o'lib ketgan vaqtida ko'rilgan ikki tush deydi. Salih ibn Ahmed ibn Hanbal, bu İmam Ahmed ibn Hanbalning o'g'li. Bu kishidan mazmun chiqarilgan, bu odamdan bu mazmun. Bir kuni uyqusiz yurib uxlab qolibdim deydi. Shu uyqumda tush ko'rib qoldim, bir odam osmonga chiqyotdi, bundoq deb. Bir padişah adil padişahning qishig'i ilib minildi. O adil padişah bo'lsa zolim emasdir, afi merhametlikdir deb shu gap o'qildi. Bu shir Salihninki tushini ko'ryapti demdi. Shu vaqtda biz ediginsi tavat quzib qarasak, Mutevekkilning o'lim xabari keldi shu vaqtda. Samarradan Bag'dodga keldi. Samarra ayrim shahar, Bag'dod ayrim shahar u vaqtda. Amr ibn Shayban el-Juhani degan kishining deyishicha, Mutevekkil o'ltirilgan kechisi tushimda ko'rdim deydi. Bundoq bir she'r o'qiyotganda bir tushimda ko'rgan adam. Ey, ko'z uxlayotgan odam deydi. Sen jasad taraflar uxlayotgan, ko'z uxlayotgan. Demakchi yana bu uyqudagi holat nima? İşte bir jasadga, bir o'lik jasadga o'xshatganda bu she'r orqali. Ey Ömür ibn Şeyban, yaşını tök. Bu nakes balalar Haşimi Fetih ibn Hakan'a nimelerni qildi ko'rmamsiz dedi.
Haşimi degene şu halifenin özü. Çünkü Haşim cemaati demesmi o kişimi. Allah'a mezlum pet ketip kaldı. Asman zimindikiler kanatlı, kanatsız bir iki kanatlı hem perestler onunla titrep gitti dedi. Kaşlık belgilik yani birisi yakında kışanlık kilidi dedi. Onun kütüp dururlar, onun işi başkaça dedi. Belki buna da meni düşüncem oğlu kartlanan gapmiki çünkü oğluğuma müşkülle kep kılışı mümkün dep. Çünkü oğlu öttergen var şu vaqtida. Türkler bilen birleşip hem de. Cehbergi jığlanlar. Halifalik mersiya oqunlar. Bunun bütün ins, cin hemmisi yığlap ketabatıdı dep. Yani müşküde müş gapni Ömür ibn Şeyban el-Cuhani kögen. Undaqda yuqarı düşülen bu tövendek çöş hem de bir xil ümitlik haletini bildirdi. Hem de tushgan nuqul holatda uningga ma'lum bir e'tiqodiy yoki shar'iy masalani uningga tikligili yukligili bo'lmaydi. Shuning asoslanib bir shar'iy hukm chiqilolmaydi. Ammo buningdan da umidvorlik va qalbiy rohatlik his qilsak bo'ladi. Chunki tushmi yaxshi tush bo'libmi Allah tarafidan. Andan mutevekkilni bir necha oydan keyin yana tushimda ko'rdim dedim men shu vaqtida. Umr ibn Shaybon Juhani deydi. Bu shu vaqtdagi mashhur buyuklardan shu davrniki. Allah sana nimalarni qilib ketganda desam, Allah mening kichikkina ihyo qilgan, jonlantirgan bir sunnat hadislarim tufayli mening gunohlarimni mag'firat qildi. Dedim-de, undaq bu yerda nima ish qilsa, nima qarab tursa desam, o'g'lim Muhammadni saqlayapman, uning bilan Allohning huzurida da'volashima degan. Chunki mushadamda o'tdagan Muhammadul Muntasir degan o'g'li 6 oydan keyin bumi o'ldirilgan. Endi bu 10-xalifa mutawakkil alallohning rivoyatidan bizga miras qolgan hadislarda Xatibul Bag'dodiy shunday deydi. Bizga Abu Husayn al-Ahvozi, bu kishiga Muhammad ibn Ishaq ibn Ibrohim al-Qozi, bu kishiga Muhammad ibn Harun al-Hashimi, bu kishiga Muhammad ibn Shujay al-Ahmar, bu kishi deydi mutawakkilning mundaq hadis rivoyat qilganligini anglagan edim deydi. Mutawakkil Yahya ibn Aksamdan, bu zat Muhammad ibn Abdul Vahhabdan, bu kishi Sufyandan, bu kishi A'mashdan, bu kishi Musa ibn Abdullah ibn Yazid'din. Bu kishi Abdurrahman ibn Hilal'din. Bu kishi Jarir ibn Abdullah el-Bajali degan sahabedin. Bu sahabe Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan hadis rivayet qilib, kim muloyimlik hislatidan mahrum qalsa bu odam ko'p yaxshilikdan mahrum qoladi dedi. Bir odam muloyimlik sifatga ega bo'lmaganda yaxshilikdan mahrum qoladi. Bu hadisni İmam Tabrani Mu'camul Kabir namlı kitabida Jarir ibn Abdullah el-Bajali'din başka senet arqılıq yani çıqagan dedi. Undaqda bu hadis umum cəhətdə elbət qavaqda mənisi sahih hadislər qatardı boludu. Deməkki boğunu bu yerdə mutawakkil müşaddisini senetlik holatda rivayet qilib o'tgan. Yani bu senetlər hadis rivayet qilish ayni vaqtdagi olimlarniki ilmini dangsaydigan bir o'lcham. Bunda avval bugungi kunda yo'qab ketdi. Senetni bilganlar asosan yo'q deyarlik. Faqat shu Moritaniya tarafda bir qism ulamo oldi bor. Masalan, Muhammad ibn Hasan Dadvi degan bir cho'ng bir olim bor. Shu olim mana hadisni o'zing sanati hozir qadar sanati saqlab kelganda, ayta sanatlik holatda hadis rivoyat qilib beradi. Yana shu bilgan hadislarni, shu yodlagan shu hadislarni. Mutawakkilniki rivoyat qilgan yana bir hadis bor-da. Bu hadis hamda shu odamning yelkini turadigan bir uzun choch munosabatli hadis. Shu dadalardan, xalifalardan rivoyat qilgan hadis. Bu hadisning mazmuni qandaqdir undaqdir bilib chiqayli. İbn Asakir degan tarixchininki deyishicha, bizga Nasr ibn Ahmad ibn Muqatil as-Susi bu kishiga cho'ng odam Abu Muhammad, bu kishiga Abu Ali Hasan ibn Ali Ahvazi, bu kishiga Abu Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman ibn Muhammad al-Azdi, bu zatga Abu Tayyib Muhammad ibn Ja'far ibn Daran Gundar,
Bu kişiye Harun ibn Abdülaziz ibn Ahmed el-Abbasi. Bu kişiye Ahmed ibn Hasan Muqra el-Bezzar. Bu kişiye Ebu Abdullah Muhammed ibn İza Kisai ve Ahmed ibn Zuhair ve İshak ibn İbrahim İshaklar hadi sözlep bergenken bu şeylen deydi hem de bizge Ali ibn Cahm mundaq degan idi deydi. Ali ibn Cahm mutevekkilniki sorundaşlarından biri de mutevekkilning huzurida edim bir qatım. Ular onun qışida bir güzellikni deyishib qoldi. Qanda bo'lsa güzel bo'ladi desa. Ba'zilar debdi, mutevekkil debdi de hem de. Bu çaşның güzelligi bu güzellikning cümlesinde deb bo'lab mutevekkilning nazarida çaç olsa çaç bir güzellikning ifodasi ekan da. Bundaq debdi. Ma Mu'tasimga Ma'munga Rashidga Mahdiga Mansur dadisidan, cho'ng dadisidan Abdullah ibn Abbasdan rivoyat qilib shundaq deganki, Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki chachi quloqning yomishqig'icha, ya'ni yelkinigacha do'lisig'icha tushatdi. Xuddi o'sha marvoyitdek deydi. O shu danimi-danida. Kishilarning eng go'zallaridan edi. Renk ro'yi buğday o'ng, uzunmi emas, pakami emas edi. Abdulmuttalibningmi, ya'ni cho'ng dadasininngmi Rasulullahninki. Ay şu dolusıgıça çeçip durduğan adam idi. Abdülmuttalibning dadasi Haşimningmi muş dolusıgıça çeçişdigan adam idi deb bular bir cemaat adamlardan bu hadisni rivoyat qilgan dedi. Şoňlaşqa şu vatanlarda uzun çaç qo'ygan adamni terrorchi deb uni qalpoq keltirib tutilgan avvallar. Muşnadan kelip çıkan nemişqa degan vaqtida ularda payg'ambarimizniki sunnati deb çayni uzun qo'yilgan avvallar bo'lgan. Mesela hozir Afg'onistondagi Talibanlar bo'lsin, mayli salafiy aqidasi bilan yashayotgan shu diniy ideyadik kishilar bo'lsin, ko'pincha chaylarini uzun qo'yishadamda. O'sha hadislarga qarab. Endi Ali ibn Jahm shundaq deydi shu vaqtida. Mutevekkilning mushu çiçinin yomuşqig'icha, ya'ni do'lisiga chiqibdek çiçi bo'lib deydi. Bizga mutevekkil mundaq degan. Mu'tasimning shunday chichivatdi, Ma'mun Rashid, Mahdi, Mansurning dadisi Muhammad, cho'ng dadisi Ali ve onun cho'ng dadisi Abdullah ibn Abbas masalan. Muşulning hammasini chichi aşağı chiqib turadi deydi. Dedim dedi. Jaloliddin Suyuti. Bu hadis 3 sebepten, yani 3 noktadan musalsel dedi. Rivayet kılınğanda zincir saman aletde. Biri aşağıda şu çaşның uzunluğunun bayanı var. Yani biri dadılarınki bayanı var. Yani biri halifelerinki. Onun isnadı old halife var. Müşahedisi rivayet kılanların köp biri halifeler. Yani şunakla köp biri atı boğusu. Demek bu hadis hem atı boğusudan hem bir vaqtda halifelerden rivoyat qilingan hadisdir deb shunaq degan. Ve sallallahu ala nabiyina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.